Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish, og'riqlar va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklash, prostata shamollashini davolash va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Tabiiy va kuchli tarkibga ega Vulkan bilan o'z kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hozirning o'zida kanal nomidan chiqsangiz qaynoq chegirmalar qilib berishadi. Diqqat, tezkor xabar. 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab Rossiya banklari buning uchun maxsus cash-in servisini ishga tushirishlari kutilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Boshqa bank bankomatidan pul kiritishga ruxsat beriladi. Endi Rossiyada istalgan boshqa bankning bankomati orqali o'z hisobiga naqd pul kiritish mumkin bo'ladi. 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab Rossiya banklari buning uchun maxsus cash-in servisini ishga tushirishlari kutilmoqda. Ushbu xizmatni joriy etish to'g'risidagi qarorni har bir bank mustaqil ravishda qabul qiladi deb xabar berdi Markaziy bank matbuot xizmati. Yangi funksiya Sistema bistrih platejey tezkor to'lovlar tizimi orqali ishlaydi. Bunday usul bilan faqat o'z shaxsiy hisobini to'ldirish mumkin bo'ladi. Ushbu servis orqali boshqa shaxsga naqd pul o'tkazib bo'lmaydi. Operatsiyalar uchun summalar bo'yicha aniq cheklovlar belgilangan. Bitta operatsiya uchun hisobga 25 ming rublgacha pul qo'yish mumkin. Bir sutkada naqd pul kiritish limiti 50 ming rublgachani tashkil etadi. Ushbu servis orqali bir oyda jami 200 ming rublgacha pul kiritishga ruxsat beriladi. Bunday to'ldirish hisoblar o'rtasidagi o'tkazma hisoblanmaydi. Shu sababli ushbu operatsiyalarga 30 million rubllik odatiy bepul limit tatbiq etilmaydi. Ushbu xizmatni ulaydigan banklar agar bu mijoz bilan shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, undan foydalanganlik uchun haq olish huquqiga ega. Amina mobil ilovasidan foydalanishda o'zgarishlar. Amina mobil ilovasidan foydalanishda o'zgarishlar. 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab Amina mobil ilovasi nafaqat Moskva va Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan chet el fuqarolarga, balki boshqa ayrim toifadagi muhojirlar uchun ham majburiy bo'ladi. Moskva migratsiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, ilova 18 yoshdan oshgan va o'qish uchun kelgan chet el fuqarolari uchun yagona ro'yxatdan o'tish usuli bo'ladi. Yangi qoidalar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Moldova va Ukraina fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Bundan tashqari YOII mamlakatlari, Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonning ishlaydigan fuqarolarining voyaga yetgan oila a'zolari ham ilovadan foydalanishlari shart bo'ladi. Biroq Moskva va Moskva viloyatiga ishga joylashish uchun kelayotgan chet el fuqarolari uchun tartib o'zgarishsiz qoladi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, Ozarbayjon, Moldova va Ukraina fuqarolari Amina mobil ilovasini o'rnatishlari va undan foydalanishlari shart. 2026 yilning 1-yarim-yilligida qonunchilikni buzgani uchun Rossiyadan 43.700 nafar migrant chiqarib yuborildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 65,5% ga ko'p. Bu haqda bugun 29-iyul kuni Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'zining Maxdagi kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, chiqarib yuborish ma'muriy ta'sir chorasi sifatida 2025-yilgacha sud qarori bilan qo'llanilgan. 2025-yilning fevral oyida federal qonun bilan Ichki ishlar vazirligiga suddan tashqari qarorlar qabul qilish huquqi berilgan. Ma'lumot uchun Davlat dumasi deputatlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi moddalari ro'yxatini 2 baravardan ko'proqqa kengaytiruvchi qonunni qabul qilgan. Endilikda migrantlar kodeksining 45 ta moddasini, jumladan quyidagilarni buzganlik uchun mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Politsiya xodimi, shuningdek davlat chegarasini qo'riqlash bo'yicha o'z vazifalarini bajarishi munosabati bilan harbiy xizmatchining qonuniy farmoyishi yoki talabiga bo'ysunmaslik. Internetda inson qadr-qimmati va jamoat axloqini haqoratlovchi axborotlarni tarqatish, jamoat tartibini buzish, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini obro'sizlantirishga qaratilgan oshkora harakatlar, Rossiya Federatsiyasi uning fuqarolari yoki kompaniyalariga nisbatan siyosiy yoki iqtisodiy sanksiyalar joriy etish yoki ularning muddatini uzaytirishga chaqiriqlar. Kamsitish, ya'ni insonning jinsi, irqi, terisining rangi, millati, tili, yoshi, dinga munosabati va boshqalarga qarab uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzish.
Ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yildan beri Davlat Dumasi tomonidan migratsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan 32 ta federal qonun qabul qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Davlat Dumasi mehnat migrantlari va ularning oila a'zolariga qo'yiladigan talablarni kuchaytiruvchi qonunni 2 va 3 o'qishda qabul qilgandi. Politsiya Rossiyaning Leningrad viloyati Lomonosov tumanining Novoseliye posyolkasidagi 3 ta qurilish shaharchasi hududida hujjatlarni tekshiruvdan o'tkazdi. Politsiya xodimlari bir necha yuzlab kelgan ishchilarning hujjatlarini tekshirishdi. Jami 576 kishi tekshiruvdan o'tdi. Ulardan 544 nafari chet el fuqarolari bo'lib chiqdi. Politsiya kelganda ayrim chet elliklar yaqin oradagi o'rmonga qochishga urindi. Politsiyachilar bunga oldindan tayyorgarlik ko'rib, tekshiruvdan yashirinishga uringanlarning barchasini ushlashdi. Natijada 20 ga yaqin migrant Lomonosov tumani bo'yicha OMVD navbatchilik qismiga olib ketildi. Ushbu shaxslarga nisbatan Rossiyaga kirish qoidalarini yoki bo'lish rejimini buzganlik uchun bayonnomalar tuzildi. Do'stlar, Rossiyada nima gaplar deganlarga men Moskvadan juda ko'pchilik biladi. Hozirgina metrodan chiqdim. Unaqa dahshatli tekshiruvlar yo'q. Bir-birini urib, yotqizib, qo'llarini qayirib olib ketyapti degan videolarni ko'ryapmiz, do'stlar. Bunaqa videolarga ishonmang. O'zbekistonda o'tirib ota-onalarimiz qo'rqishyapti. Haqiqatan urib olib ketyaptimi deb. Dokumentlaringiz hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, dokumentingizni ko'radi, qo'yib yuboradi. Bunaqa vahima videolarni qo'ymang, iltimos do'stlar. Sizlarga hozir metrolarga ham tushib, polni videolarni bundan keyingisiga qo'yaman, kirdi chiqdi joylarni ko'ramiz, qanaqa holatlar. Haqiqatan ham tekshiruvlar bormi yo'qmi, realni videoda sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ungacha sizlar shu videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Rossiyada dokumentsiz yurganlar diqqatiga. Bu safar sentyabrda plan qilinyapti, mobilizatsiya boshlanadi. Ha, dokumentsiz eplab yuribman, osh bo'lsin, yuring, har doim sog'-salomat bo'ling. Lekin sentyabrda bo'layotgan mobilizatsiyaga siz na shtraf, na deport, na sud hech narsa bo'lmaysiz. To'g'ri. 2 hafta tayyorgarlik va frontga ketasiz. Bu to'g'risini aytyapman. Mobilizatsiyani tartiblari ishlab chiqilgan. Biz o'qidik u narsani. Sizlar uchun alohida kategoriya bor yerda. Qayting. Mobilizatsiya sentyabrga plan qilingan, balki oktyabrda bo'lar, balki undan oldinroq bo'lib qolar. Boshlandimi? Qayting. Aeroportdan o'tkazib qo'yayotgan odamlar bor-ku, o'shalar bilan kelishib qayting. Kechirilmaysiz. Qo'yib yubormaydi. Front olib ketadi. Men ochig'ini aytayapman sizlarga. Men hozircha shuni o'qidim. Rossiyada chet elliklar ustidan nazorat qilishning yangi qattiq qoidalari joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari buni raqamli bo'yinbog' deb atamoqda. Asosiy o'zgarish chiqarib yuborish rejimi va nazorat qilinadigan shaxslarning maxsus reyestri bo'ldi. Ushbu ro'yxatga politsiya mamlakatda bo'lish uchun qonuniy hujjatlari bo'lmagan barcha migrantlarni, shuningdek deportatsiya qilinish yoki kirish taqiqlanishi xavfi bo'lganlarni kiritadi. Ushbu ro'yxatdagi shaxs deyarli barcha huquqlarni yo'qotadi. Unga kvartira va mashinalar sotib olish, rulga o'tirish, biznesni ro'yxatdan o'tkazish va nikoh tuzish taqiqlanadi. Shuningdek, banklarda yangi hisob varaqlar ochish va boshqa odamlarga oyiga 30 ming rubldan ortiq pul o'tkazish mumkin emas. IIV ruxsatsiz Rossiya bo'ylab harakatlanish ham taqiqlanadi. Chiqarib yuborish rejimi to'g'risidagi qonunni Vladimir Putin 2024-yil 8-avgustda imzolagan. Reyestrning o'zi va yangi qoidalar esa 2025-yil 5-fevralda ishga tushdi. Ushbu o'zgarishlar 100 minglab odamlarga ta'sir qiladi. Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoyning so'zlariga ko'ra, reyestrga mamlakatda noqonuniy ravishda bo'lib turgan 739 mingga yaqin kishi kiritilishi mumkin. IIV statistikasiga ko'ra, hozirda Rossiyada jami 6,1 millionga yaqin chet el fuqarosi yashaydi. Shu bilan birga butun 2024-yil davomida mamlakatdan 100 mingdan ortiq migrant chiqarib yuborildi. Bu avvalgi ko'rsatkichlardan ancha ko'pdir. Reyestrdan tashqari rasmiylar kelganlarni to'liq kuzatish texnologiyalarini joriy etmoqda. Moskvada 2025-yildan boshlab barcha shaxsiy ma'lumotlar yozilgan, chipli va QR kodli elektron migrant kartalarini berish bo'yicha pilot loyiha ishga tushirildi. 2024-yil 1-dekabrdan boshlab biometriya topshirish, ya'ni barmoq izlari va fotosurat orqali tekshirish Moskvaning Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovskiy aeroportlariga kirishda, shuningdek Orenburg viloyatidagi Mashtakovo chegara punktida majburiy bo'ldi.